Dasturimiz davom etadi. Bolajonlar uchun taqdim etilgan ajoyib multfilmni birgalikda mazza qilib tomosha qilgan bo'lsak, endi aynan bahor mavsumiga kerakli bo'lgan dolzarb mavzularda aynan siz teletomoshabinlar uchun kerakli ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Mirishkor xalqimiz allaqachon bahoriy yumushlarni boshlab yuborishgan, ekin ekish ishlari ham allaqachon o'z maromida ketmoqda. Biz esa eng kerakli tavsiyalarni siz bilan bo'lishish maqsadida studiyamizga Oyzoda Jumayeva Navoiy viloyati agrokimyoviy tahlil markazi agroekologiya bo'lim boshlig'ini taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Haqiqatdan bahor boshlanishi bilan yerni aynan unumdorligini oshirishga alohida e'tibor qaratishadi. Mirishkor xalqimiz u dehqon bo'ladimi, fermer bo'ladimi, tomorqa yer egasi bo'ladimi, bugungi kunda unumdorligini oshirishda aynan o'sha o'g'itlarning o'rni va o'g'itlarni ham o'z o'rnida to'g'ri foydalana olish borasidagi tavsiyalar bilan o'rtoqlashsangiz. Qishloq xo'jaligimizda asosan mineral o'g'itlarning o'rni katta. Oziqa element hisoblanadi. Mineral o'g'itlarimizdan oqilona foydalanishimiz zarur. Mineral o'g'itlarimizni sifat ko'rsatkichlarini tekshirganimizda viloyatimizda mana o'z kimyo sanoatga qarashli zavodlardan, fermer xo'jaliklaridan mineral o'g'itlar olib tahlil qilinganda mineral o'g'itlarimiz sifat ko'rsatkichlari normada ekanligini ko'rsatdi. Mineral o'g'itlarimizni qo'llanishini asosiy maqsadi mana o'simligimizni 50% hosildorligini mineral o'g'itdan olamizda. Mineral o'g'itlar asosan tuproqda oziqa element hisobida foydalaniladi. Undan to'g'ri foydalanish uchun bizni laboratoriyamizda, tahlil laboratoriyamizda tahlillardan o'tkazib, tuproqni ta'minlanganlik darajasiga qarab foydalansak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Tuproqlarimizda fosfor, kaliy, chirindi miqdorlari past darajada, shuning uchun mineral o'g'itlarni ilmiy asoslangan holda kiritsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hosildorligimiz oshadi. Degradatsiyaga uchrashni oldini olamiz. Yerlarimizda unumdorligi ko'tariladi. Shuning uchun mineral o'g'itlardan sifatli foydalanishimiz zarur. Albatta. Aynan mineral o'g'itlar aks ta'sir etishi ham mumkinmi ekinlarga? Mineral o'g'itlarni ko'p qo'llasak, uni ham zarari bor. Shuning uchun mineral o'g'itlarni ilmiy talabga asoslanib foydalansak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ularni ko'p foydalansak ham, masalan, nitrat miqdori oshib ketadi. Nitrat miqdori oshib ketgandan keyin odam organizmiga ham, o'sha masalan paxta yetishtiramiz. Paxtadan olinadigan mahsulotlardan kiyim-kechaklar tikiladi. Moy mahsulotlari olinadi. Pestitsidlarning ko'p bo'lishi odam organizmi uchun ham zararli hisoblanadi. O'simlikni o'sishida masalan azot ko'p beradigan bo'lsak, o'simlik g'ovlab ketadi, o'sib ketadi, hosili kamayadi. Shuning uchun hamma mineral o'g'itlarni ilmiy talabda yondashsak, Mutaxassis bilan maslahat qilgan holda, to'g'rimi? O'sha tuproq unumdorligini, umuman qaysi mineral kam, qaysi mineral miqdori ko'pligini aniqlovchi o'sha tahlillar nafaqat katta yer egalarida, fermer xo'jaliklar, balkim tomorqalarda ham amalga oshirilyapti-da, to'g'rimi? Tomorqa yer egalariga ham borib, ularga tuproqdan namunalar olib, tuproqda masalan azoti, fosfori, kaliysi kamligini xulosa va tavsiyalar berib borilyapti mutaxassislarimiz tomonidan. Tuproqni yerida masalan azoti, fosfori kam bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qarab, azot kam bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab solinadi. Fosfori kam bo'ladigan bo'lsa, unga qarab solinadi. Chirindi miqdori organika kiritishda, go'ng kiritishda tavsiya qilyapmiz. Masalan, kam joylarga 25 tonna, yetarli joylarga 5 tonnadan boshlanadi. Toki ta'minlanganlik darajasiga qarab 5 tonna, 10 tonna, 15 tonna, 30 tonnagacha
organik o'g'itlar solishdi. Bundan tashqari hozir biostimulyatorlar bor. O'simlikni ildizini rivojlantiradigan o'sha toza mahsulotda biostimulyatorlar bilan ham foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Yerlarimizda unumdorligi oshadi, hosildorligimiz ko'tariladi, dasturxonimizga to'kin sochinlik beradi. Asosiysi xavfsiz, sifatli mahsulot. Sifatli mahsulot yetishtiramiz. Albatta. Aynan o'g'itlarning klassifikatsiyasi nima? Klassifikatsiyasi deganda mineral o'g'itlarni turlari bo'yicha gapirib o'tamiz. Masalan, azotli o'g'itlar. Azotli o'g'itlarga ammiakli selitra, karbamid, sulfat ammoniy, fosforli o'g'itlarga amafos, suprifos, superfosfat, kaliyli o'g'itlarga kaliy xlor o'g'itlarini turlari bilan Ko'pchiliklar dehqon xo'jaligida aynan daraxtlar yaxshi gullaydi-yu, gulni tashab yuborish natijasida aynan fuqarolardan aynan var ma'lum noma'lum kasalga chalindi degan fikrlar borda. Ular bilib bilmay to'g'ri bozordagi agro magazinlarga kirib ma'lum bir miqdordagi o'g'itlarni olib ishlov berishadi. Lekin u daraxtga o'sha kerakmi, keraksiz ekanligini bilish juda ham qiyin-da. Bu qanchalik to'g'ri? Qishloq xo'jaligimizda ishlatiladigan o'g'itlarni har qaysini o'z o'rni bor. Masalan, azoti yetishmasa ham hosildorligimiz kamayadi. Fosfor yetishmasa ham Aynan gullarini tashab gullarini tashaveradi. Kaliyni, asosiy kaliyimiz yetishmasa, o'sha gullarni saqlab turadigan asosiy vositamiz o'sha kaliy o'g'itimizda. O'sha o'g'itimizni normada qo'llaydigan bo'lsa, mana agrokimyo tahlil markazimizga borib, yerlarni tekshirtirib, qaysi o'g'iti kam bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qarab mutaxassislarni bergan xulosa va tavsiyalariga yondashadigan bo'lsak, yerlarning unumdorligi ko'payadi, hosildorligimiz oshadi, rentabilligimizga foydamiz tegadi degan maqsadda. Yurtimizni tuprog'i unumdor deymiz-ku, lekin ekologik vaziyatlar, turli bugun ishlab chiqarish jarayonlarining kengayayotganligi albatta tuproq unumdorligiga ta'sirini o'tkazadi. Va bu degani bo'ldi endi bizni tuproqda hosil olib bo'lmaydi degani emas, to'g'rimi? Bugun o'sha ekologiya bilan kurashish, unumdorlikni oshirish borasida ham bir ilmiy salohiyatga ega bo'lish kerak. Bugunning dehqoni umuman ketmon egasi, yer egasi, tomorqa egasi, to'g'rimi? Hozir ham ilmiy yondashib, o'sha kerakli bir bilimlarga ega bo'lib, aynan o'sha bilimlar borasida yerga ishlov berilsa, biz avvallari deb eslaydigan o'sha pomidorlarni qizarib turgan, shuna g'arq pishgan o'zimizni tomorqamizdan uzib olib yeya olamizmi? Bugun ko'pchilik afsuski olisha olmayapti-da bu hosilni. Albatta, mutaxassislarimizni xulosalariga asoslanib, yerlarni tekshirtirib, ilmiy asoslangan holda yondashadigan bo'lsa, hosilimiz mo'l bo'ladi. Shuning uchun dehqon va fermer xo'jaliklarimizga, aholi tomorqalarimizga, egalariga aytgan bo'lardim. Bizning tahlil markazimizga kelib, tuproqlarni olib kelib, tekshirtirib, unga qaysi elementda yetishmasligini aniqlab, mutaxassislarimizni fikrlariga yondashib foydalanadigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta. O'ylaymizki, ana shu suhbat jarayonida fuqarolarda kerakli savollarga to'liq javob olib olishdi va bahor yaqin aytganingizdek hosilga baraka kirsin deb dalada ishlov beruvchilar nihoyatda ko'p. Har bir daraxtning gullaganiga xonadon egalari ham zavq oladi. Shu yil hosil zo'r bo'ladi deyishadi. Ammo ishlov berishmasa, u hosil tashlab yuborib, gullar tushgan zahoti insonni kayfiyati ham tushib ketadi-da. Bozor o'charlarida chiqqanimizda, bozor rastalarida har xil mevalarni ko'rib, qayerda yetishtirilar ekan deb o'ylaymiz. Aslida bobo dehqonlar aynan to'g'ri mineral o'g'itlarni yetishtirib beradi. Ularning mevalari ham katta-katta bo'lib, bozor rastalarida eng bozorbop bo'lib yetishadi. Uni biz ham qilib olishimiz mumkin, faqatgina vaqtida unumli foydalana olsak yerdan.
Aslida ona tabiatni, yerni ham xuddi insonni bir tanasidek his etadigan bo'lsak, u ham kasallanadi, u ham dori darmonga muhtoj bo'ladi va foydali albatta o'z o'rnida yerga ko'rsatilgan muolaja, xalq tili bilan aytganda, albatta hosil unumdorligiga ham sabab bo'lar ekan. Buni mutaxassisimiz ham ta'kidladilar. Yana bir bor xush kelibsiz. Mazmunli suhbat uchun, kerakli tavsiyalar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Biz esa dasturimizni o'z yo'nalishida davom ettiramiz. Albatta hamkasblarimiz tomonidan tayyorlangan maxsus lavha bor, uni efirga uzatib birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat.